Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Spark mashinasi 2012-yil 297 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi peysi mexanikasi bo'ladi. Katta motorda o'kila, mashina holati yaxshi holatda, balonlar o'kila, o'rta holatda qishga almashtirish kerak. Salon qismlarini ko'rsatib chiqsam, o'kila salonni o'zini uchun bir qator chiska qildirib olasizlar. Xo'p, mashinaga chexol, kori, polli solingan, temir gaz balonli ustunovka qilingan, motor korobka ходовойlarida hech qanaqa muammolari yo'q. Kuzov holatlari ham yaxshi holatda. Bitta paydalovka qildirib olsani mashina yonadi. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsa, ukalar 30% yuzak kraskalar bor ekan. Buni ham o'zingiz uchun tekshirtirib prerka qildirib olasizlar. Old orqasi pechat ukalar. E'tiborlarda mayli tushida bo'lib 30% cha kraskasi bor ekan. Narxini ukalar sizlar maza qilib ishinglar uchun bo'ladigan narxi $4100 baholanadi. $4100 ga 2012-yil 297 ming probekt yurgan minishga tayyor ikkinchi peysi mexanika katta motorda Spark mashinasi. Telefon qilib barik qilishinglar mumkin ukalar.